Siyosiy xaritaga qaraydigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron bir-biridan 10,000 kilometr uzoqlikda joylashgan. Madaniyati, dini, tili va siyosiy tizimi butunlay farq qiluvchi mamlakatlar. Ammo oxirgi yillarda bu ikki davlat o'rtasidagi o'ta ziddiyatli munosabat dunyodagi eng yirik geosiyosiy inqirozlardan birini yuzaga keltiryapti. Ayni paytda bir qancha manbalar Amerika Yaqin Sharqda keng ko'lamli harbiy kampaniyani boshlashga tayyorligi haqida yozyapti. Xo'sh, rasmiy Tehron va Washington o'rtasidagi kelishmovchilik ildizi nima bilan bog'liq? Ikkinchi jahon urushidan keyin Eronda neft sanoatini milliylashtirish harakati paydo bo'ldi. Mamlakatning katta qismida norozilik namoyishlari, ish tashlashlar bo'lib o'tdi. Ana shunday sharoitda siyosiy maydonga Muhammad Musaddiq chiqdi va 1951-yilgi saylovdan keyin bosh vazir lavozimini egalladi. U hukumatga kelishi bilanoq neft sanoati davlat nazoratiga o'tishi to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Mahalliy aholi bayram qildi. Milliylashtirish imperialistik kuchlar ustidan g'alaba va uzoq kutilgan suverenitetga ega bo'lishdek qabul qilindi. Britaniya va AQSh har xil yo'llar bilan bunga to'sqinlik qilmoqchi bo'ldi. Ular bu masalani xalqaro Haag sudida hal qilish uchun ariza ham berdi. Biroq Eron hukumati bu sud vakolatini tan olmadi. Musaddiq Eron nefti Eronning milliy boyligi, uni milliylashtirish mamlakatning ichki ishi ekanligini ta'kidladi. Bunga javoban Britaniya Eronga nisbatan iqtisodiy qamal tashkil qildi. Eron hukumati esa Britaniya bilan diplomatik munosabatlarni uzdi. Ana shunday sharoitda shoh boshchiligidagi ichki g'arbparast kuchlar Britaniya va AQShning qo'llab-quvvatlashiga tayanib, 1953-yilning 19-avgustida davlat to'ntarishi o'tkazdi. Musaddiq hibsga olinadi, mamlakatdan qochib ketgan shoh Muhammad Rizo Pahlaviy Eronga qaytadi va hokimiyatni egallaydi. Neft qazib olish huquqi yana asosan Britaniya va Amerika kompaniyalaridan iborat bo'lgan xalqaro konsorsium qo'liga o'tadi. 1953-yilgi davlat to'ntarishi nafaqat shohga, oddiy eronliklarning ham qo'rquviga qo'rquv qo'shdi. Mamlakatda azaldan imperialistik kuchlar sifatida Rossiya va Britaniya ko'rib kelinardi. Endilikda AQSh mamlakat ichki hayotiga hammadan ham ko'proq aralasha boshlaydi. Muhammad Rizo Pahlaviy esa Amerikaning chizgan chizig'idan chiqmaydigan rahbarga aylandi va Yaqin Sharqda G'arb ta'sirining galovbardori sifatida gavdalandi. Uning boshqaruv davrida Eron o'zining asriy an'analaridan voz kechib, dunyoviy davlatga aylana boshlaydi. Mamlakatda nafaqat g'arb bayramlari, balki islom dini kelishidan avval mavjud bo'lgan marosimlar ham nishonlana boshlaydi. Kichik Pahlaviy Qo'shma Shtatlarning tashqi siyosatini ham qo'llab-quvvatlaydi. O'sha paytlarda butun islom olami Isroil-Falastin mojarosida Isroil tomonida turgani uchun AQShni qoralayotgan vaqtda u AQShning Yaqin Sharq masalasida yuritgan bir tomonlama siyosatiga xayrixohlik bildiradi. Bu esa eronliklarning ko'pchiligiga yoqmaydi. Shu tariqa Eronda shoh Pahlaviyning radikal g'arblashtirish siyosatiga qarshilar soni tobora o'sib boradi. Shoh hukmronligi yillarida Eron jamiyatida kuchli siyosiy muxolifat shakllandi. Bunda dindorlar asosiy rolni o'ynadi. Shoh esa muxolifat vakillarini qattiqqo'llik bilan ta'qib qilishda davom etdi. Diniy muxoliflar liderlaridan biri Ruhulloh Xumayniy shoh hokimiyatini mustabid tuzum deb e'lon qildi. 1964-yilda Xumayniy hibsga olindi va surgun qilindi. Natijada uning tarafdorlari norozilik aksiyalarini kuchaytirib bordi. Shoh bunga qattiqqo'llik bilan javob berdi. Namoyishchilar hibsga olindi, bir qismi otib tashlandi. Ruhulloh Xumayniy muhojirlikda yurganda ham shoh tuzumiga qarshi faol targ'ibot olib boradi. Shuningdek, keyinchalik mamlakatda Islom Respublikasi tuzilganda foydalanilgan davlatchilik asoslarini tuzadi, kitoblar yozadi, ma'ruzalar qiladi. Shu tariqa Ruhulloh Eronda aql bovar qilmas darajada katta obro'ga ega bo'la boshlaydi. Pahlaviy o'z ishlari bilan hammani ajablantirishda va g'azablantirishda davom etardi. Masalan, u 1976-yilda an'anaviy Eron taqvimi o'rniga shoh Kir II-ning taxtga o'tirgan kunidan boshlab yil hisoblanadigan taqvim joriy qiladi. Bundan Eron aholisi nihoyatda norozi bo'ladi. Bundan tashqari shoh Oq inqilob davrida qator islohotlar o'tkazish haqidagi va'dalarini bajarmadi. 1978-yil yanvar oyida Qum shahridagi namoyish vaqtida politsiya tomonidan 2 nafar talaba o'ldiriladi. Qum aholisi uzoq yillik an'analarga qattiq amal qiladigan Ruhulloh Xumayniyning ona shahri edi. Talabalar o'limidan so'ng shahar aholisi shoh tuzumiga qarshi oyoqqa turadi.
Fevralda yana bir yirik shahar Tabriz aholisi bosh ko'taradi. Martga kelib Erondagi barcha shaharlarda keng ko'lamli namoyishlar boshlanib ketadi. Shoh mamlakatda harbiy holat joriy qilib namoyish o'tkazishni taqiqlaydi, ammo xalq nazorat qilib bo'lmas darajaga yetib bo'lgandi. Tehron ko'chalariga 2 million odam Pahlaviyning iste'fosini talab qilib chiqdi. 1979-yil 16-yanvar kuni Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy hokimiyatni bosh vazir Shopur Baxtiyorga qoldirib Erondan qochib ketdi. Shoh qochganini eshitgan odamlar butun mamlakat bo'ylab ko'chalarda uning suratlarini oshkora yoqa boshladi. O'sha yili 1-fevralda Oyatulloh 15 yillik qochqinlikdan so'ng Eronga qaytadi. Mamlakatda fuqarolar urushi boshlanib ketadi. Ikki o'rtada bo'lib o'tgan qurolli to'qnashuvlarda Xumayniy tarafdorlari ustun keladi. Shu tariqa inqilobchilar Eronni batamom egallaydi. Mamlakatda referendum o'tkazildi va ko'pchilikning ovozi bilan mamlakat Eron Islom Respublikasi deb e'lon qilindi. Inqilob amalga oshib Eronda tuzum o'zgarganidan keyin aksariyat shoh tuzumini qo'llaganlar, g'arbona hayot tarzini yoqtiradiganlar va xorijliklar mamlakatni tark etadi. Erondagi xorij kompaniyalariga tegishli zavod va fabrikalar milliylashtiriladi. Bu esa g'arb davlatlari bilan munosabatlarni sovuqlashtirdi. Bir 1979-yilgi inqilob AQSh-Eron o'rtasidagi munosabatlarni parchalab tashladi. Eronda mutlaq hukmronlikni qo'lga olgan Oyatulloh Xumayniy AQShni katta shayton deb e'lon qildi. Bu ibora bugungacha xalqaro diplomatiyada AQShga nisbatan ishlatiladi va Tehronning anti-Amerika mafkurasi ramziga aylangan. Inqilobdan keyin Shoh Pahlaviy mamlakatdan qochishga majbur bo'ldi va oxir-oqibat AQShdan boshpana topdi. Shohning Qo'shma Shtatlarga kiritilishi eronliklarni juda ham g'azablantirdi. 1979-yil noyabr oyida bir guruh talabalar Tehrondagi AQSh elchixonasiga hujum uyushtirib, u yerdagi 52 xodimni garovga oldi. Talabalar shohni ekstraditsiya qilish talabini ilgari surdi. Garov 444 kun davom etdi. Bu Amerika uchun milliy sharmandalik va xavfsizlikka to'g'ridan-to'g'ri tahdid sifatida qabul qilindi. Aynan shu voqea Washingtonda Eronga nisbatan uzoq yillik nafratni shakllantirdi va ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar rasman va uzil-kesil to'xtatilishiga asos bo'ldi. 1980-yillarda boshlangan Eron-Iroq urushida ham Qo'shma Shtatlar Iroq lideri Saddam Husaynni qo'llab-quvvatladi. AQSh Eronni zaiflashtirish uchun Iroqqa harbiy va razvedka ma'lumotlarini taqdim etdi. Munosabatlarni mutlaq jarlikka qulatgan yana bir voqea 1988-yilda yuz berdi. Arab ko'rfazidagi AQSh harbiy kemasi xatolik tufayli Eronning 655-reysli yo'lovchi samolyotini urib tushirdi. Bortdagi barcha 290 kishi, jumladan 66 nafar yosh bola halok bo'ldi. Qo'shma Shtatlar fojiani baxtsiz hodisa deb atagan bo'lsa-da, rasman uzr so'ramadi. Eron esa buni ataylab qilingan qotillik deb qabul qildi. Keyingi yillarda ham o'zaro munosabatlardagi dushmanlik kayfiyati saqlanib qoldi. 1995-yil AQSh prezidenti Bill Clinton Eronga qarshi yalpi iqtisodiy embargo e'lon qildi. Bunga qo'shimcha ravishda Eron neft va gaz tarmog'iga investitsiya kiritgan tashkilotlarga nisbatan sanksiyalar joriy qilindi. 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin Jorj Bush o'zining tarixiy nutqida Eronni Shimoliy Koreya va Iroq bilan bir qatorda yovuzlik o'qi mamlakati deb e'lon qildi. Shu tariqa g'arb jamiyatida Eronning yadroviy dasturiga nisbatan xavotirlar eng yuqori cho'qqiga chiqdi va uni to'xtatish talab qilina boshladi. 2005-yilda Mahmud Ahmadinajodning Eron prezidentligiga kelishi ikki o'rtadagi munosabatlarni yanada yomonlashtirdi. Uning davrida uranni boyitish dasturi jadallashtirildi. Ahmadinajod Qo'shma Shtatlarning Iroq va Afg'onistondagi harbiy ishtirokini imperialistik siyosat deb atadi va Yaqin Sharqdagi harakatlarini qattiq tanqid qildi. 2015-yilga kelib Barack Obama ma'muriyati davrida tarixiy yutuqqa erishilgandi. Uzoq yillik muzokaralardan so'ng Eron va jahonning qudratli 6 davlati o'rtasida Venada qo'shma keng qamrovli harakatlar rejasi imzolandi. Kelishuv sharti oddiy edi. Eron o'zining yadroviy dasturini qurol yaratmaslik kafolati bilan cheklaydi. Buning evaziga esa Tehronga nisbatan joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalar bekor qilinadi. Ammo umidlar uzoqqa cho'zilmadi. 2018-yilda AQShning yangi prezidenti Donald Trump bu kelishuvni tarixdagi eng yomon bitim deb atadi
va Qo'shma Shtatlarni kelishuvdan bir tomonlama olib chiqdi. Eron iqtisodiyotiga qaqshatqich zarba beruvchi maksimal bosim sanksiyalari qayta joriy qilindi. Munosabatlar 2020-yil 3-yanvarda yana bir bor portlash nuqtasiga keldi. AQSh dronlari Bag'dod aeroportida Eronning eng qudratli harbiy qo'mondoni general Qosim Sulaymoniyni o'ldirdi. Bu to'g'ridan-to'g'ri urush e'lon qilish bilan teng voqelik edi. Ayni paytda AQSh Eron yaqinida katta qo'shin to'plab, ehtimoliy harbiy operatsiyaga tayyorgarlik ko'ryapti. Fevral oyining o'rtalarida Trump Gerald Ford aviatashuvchisi boshchiligidagi zarbdor guruhni Yaqin Sharqqa yuborganini xabar qildi. Bu guruh AQSh harbiy dengiz kuchlari tarkibidagi eng kuchli tuzilma hisoblanadi. O'tgan yil kuzida u Karib dengizi havzasiga olib borilgan va Venesuelaga qarshi amaliyotda ishtirok etgandi. Bundan tashqari AQSh so'nggi haftalarda Yaqin Sharqqa, jumladan Qatar va Bahrayn hududida Eronga yaqin joylashgan bazalarga yuzlab samolyotlar, havo hujumidan mudofaa tizimlari hamda behisob miqdordagi o'q-dorilarni olib kelgan. Shu bilan bir qatorda Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar ham o'tkazilyapti. AQSh Eron o'z hududida uranni boyitish ishlaridan butunlay voz kechishini, mavjud boyitilgan uran zaxiralarini to'lig'icha topshirishni, raketa dasturini rivojlantirishni cheklashini hamda Yamandagi Ansorulloh, Husiychilar, Livandagi Hizbulloh hamda falastinliklarning Hamas kabi guruhlarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatishni talab qilmoqda. Eron esa yadroviy dastur borasida yon berishga tayyor, ammo raketa dasturi va o'z proksi kuchlari bo'yicha masalalarni muhokama qilishdan bosh tortyapti.